Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bu yil 3-oyda Misr bexatarlik doiralari tarafidan tutqun qilinib, Xitoy qaytarilish xavfida qolgan Misrdagi Azhar universitetining bir Uyg'ur o'quvchisiga Kanada panohlik bergan. Kishilik huquq tashkilotlari va bu voqeadan xabardor bo'lgan Uyg'ur faoliyatchilarining oshkorlashicha, Bilal Abdukerim ismli bu o'quvchi 10 avgust kuni sog'-salomat Kanadaga yetib kelgan. Bilal Abdukerimga BDT Musofirlar mahkamasi tarafidan siyosiy panohlik tilguchi salohiyat berilgan bo'lsa-mu, mazkur salohiyat guvohnomasining qaror to'shidan 2 kun avval, ya'ni 2023-yil 21-mart kuni Misr bexatarlik doiralari tarafidan Qoirada tutqun qilingan. Doiralar uning qayerga qamalganligini sir tutib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Bilal Abdukerimning tutqun qilinishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini harakatga keltirgan. Uning delosiga qo'g'duvchilarni muhofazat qilish tashkilotini o'z ichiga olgan kishilik huquq tashkilotlari, Amerikaning Qoirada turishliq elchixonasi, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti va ba'zi Yevropa davlatlarining aralashganligi, shuningdek Kanada qatorliq ba'zi g'arb davlatlarining uningga siyosiy panohlik berdiganligiga kafolat berib, Misrga besim ishlatganligi bildirilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 10 va 11 iyul kunlari Bilal Abdukerimning Xitoy qaytarilishidan saqlanib qilishning burilish nuqtasi bo'lgan. Musulmon dunyosining yetakchisi deb qaralib kelgan Misr g'arb ellarining besimida oxiri Bilal Abdukerimni Xitoy qaytarish niyatidan yangan. Bu Kanadaning bu yil 2-oyda Xitoy qaytarilish xavfida turayotgan Uyg'urlardan oz deganda 10 ming Uyg'urni boshqa davlatlardan Kanadaga o'rnaштirish haqida qaror ilishidan buyon tunji qitim chet el turmusidagi bir Uyg'urga siyosiy panohlik berib Kanadaga elib kelishidir. Ma'lum bo'lishicha, 2015-yildan beri Misrning Azhar universitetida ilm tahsil qilayotgan Bilal Abdukerim Misr doiralarining 2017-yil 4-iyul kuni boshlagan Misrdagi Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib Xitoyga o'tkazib berish harakatida qochib omon qolgan ekan. Uyg'ur faoliyatchilarining qayd qilishicha, shu qatimliq tutqunda Misr eng oz deganda 40 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan ekan. Qurilgandan buyon Uyg'ur masalasini izchil holda Turkiya parlamentida va xalqaro so'rovlarda o'tirib qo'yib kelayotgan İYİ partiyasining parlament a'zolarining Turkiya parlamentidagi mas'uli Erhan Usta yaqinda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulm siyosatini muzokara qilishni o'tgan 5 yil ichida Turkiya parlamentining kun tartibiga elib kelishga tirishganligini, oldimizgi kunlarda bu vaqtda boshqa davlatlarning parlamentidagi o'xshash Turkiya parlamentida qaror ma'qullatishga tirishadiganligini ta'kidladi. Erhan Usta Efendi peshqadam siyosatchi bo'lib, u bu yil 5-oyning 28-kunidagi saylamda qaytadan parlament a'zoligiga saylangandan keyin İYİ partiyasining raisi Meral Akşener xonim tarafidan İYİ partiyasining parlamentdagi guruhisining mas'uli bo'lib tayinlangan edi. Erhan Usta Efendi mundaq dedi: "Biz Turkiya va turk xalqiga nisbatan Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan besim siyosati nihoyat nozik, ko'ngil bo'lmasak bo'lmaydigan bir masaladir. Uyg'urlar bizning qon va jon qarindoshlarimizdir. Sizga ma'lum bo'lgandek, o'tgan 5 yil ichida biz Uyg'ur masalasini Turkiya parlamentida davomli o'tirib qo'yishga tirishdik. Turkiya hukumatini Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasida Xitoyga inkas qaytarishga chaqirdik. Afsuski, Turkiya hukumati bu masalaga qarta yetarli darajada inkas qaytara olmadi. Buning ba'zi sabablari bo'lishi mumkin, lekin hech qanday bir sabab bu masalaga sukut turishning sababi bo'la olmaydi." Erhan Usta Efendi saylamdan keyin parlament ochilgandan keyin Uyg'ur irqi qirg'inchiligini o'tirib qo'yishga boshlaganligini bayon qilib mundaq dedi: "Biz Turkiya parlamenti yangidan ish boshlagandan keyin men va boshqa parlament a'zolari Sharq Turkiston masalasini qaytadan o'tirib qo'ydik. Oldimizgi kunlarda Turkiya parlamentida Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmni tekshirish komiteti qurish, Sharq Turkistonga tekshirish hay'ati yo'llash deganga o'xshash ba'zi talablarimizni parlamentga sunmoqchimiz. Biz Turkiya hukumatining bu masalaga ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Biz hukumatga Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzdemaymiz. Agar hukumatimizning kuchli diplomatiyasi bo'lsa, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini o'ttirib qo'yib, hamda tijorat munosabatini davomlashtira oladi. Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan tijorat munosabatida tangpongsizlik bor. Turkiya Xitoydan zo'r salmoqda mal import qilyotdi. Xitoyga bo'lgan eksportimiz nihoyat oz. Shunga biz Xitoyni ranjitib qo'ysak, tijorat munosabatimizga daxl yetarmi deb ansiramasligimiz kerak. Biz burundan tartib qayerda ezilgan millat bo'lsa, ularga ega chiqib kelgan bir millatning avlodlari. Biz bilan dindosh va qarindosh bo'lgan Uyg'urlarga Turkiya ega chiqishi kerak. Partiyamizning raisi Meral Akşener xonim Uyg'ur irqi qirg'inchiligini ko'p qatim parlamentda o'tirib qo'ydi. Hukumatga besim ishlatdi. Ba'zi vaqtlarda muvaffaqiyatli bo'ldik. Hukumat bu vaqtda sukutini buzishga majbur bo'ldi. Biz Turkiya hukumatining Uyg'ur irqi qirg'inchiligi to'g'risida aniq va qattiq pozitsiya bildirishini talab qilyapmiz.
Bu haqda umidvor biz. Oldimizgi kunlarda bu haqda Turkiya hukumatining yangi qadam besishini umid qilamiz. Erhan Ustapandi Erkin Asiya radiosi muxbirining Turkiya boshchiligida 2021 yil 11 oyning 12 kuni Türk davlatlari tashkiloti qurildi. Bu tashkilot hech Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida pozitsiya bildirmadi. Turkiya jumhuriyatlari ham shundoq. Ularni harakatga o'tkazish uchun nimalarni qilish kerak deb so'ragan savoliga javob berib, mundaq dedi. Türk Devletler Teşkilatı'dan bu meselede yaxşı faydalanışımız gerek. Türkiye'nin başçılığı bu teşkilatın karar çıkargızış gerek. Türkiye Cumhuriyetlerde Şarkı Türkistan meselesini anlatış gerek. Türkiye Cumhuriyetlerdeki ammivi teşkilatlarını, öktiş partiyelerini hükümetlerge besim işletiladigan seviyeye götürüş gerek. Bu haqda biz qilishga tegishli ish bo'lsa, biz har doim tayyor. Sharq Turkiston ammivi teşkilatlari Türkiye Cumhuriyetlaridagi faoliyatlarini ko'paytirish kerak. Erhan Ustapandi muxbirning Türkiye parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bir qarorni ma'qullikni o'tkazish mumkinmi degan savolga javob berib, mundaq dedi. Öktiş partiyalarning parlament a'zolari oz sonni egallaydi. Şoň bundaq bir qarorni ma'qullikni o'tkazish uchun hokimiyat beshidagi partiyaning parlament a'zolarining yoki bo'lmasa uning bilan ittifoqdosh bo'lgan partiyaning parlament a'zolarining qo'llashini qo'lga keltirish kerak. Bundaq bo'lganda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida qarorni ma'qullikni o'tkazgili bo'ladi. Hukumatning qo'llayotgan Millatchi harakat partiyasi bu masalada sukut turilyapti. Biz bundaq bir qaror chiqarishga tirishimiz. Agar ma'qullikni o'tkaza olsak, butun dunyoda muhim bir qaror bo'ladi. Dunyodagi har qaysi davlatlar Uyg'ur masalasida Turkiyaning eg'iziga qarayotidi. Lekin hukumat aktiv emas. Turk xalqi Uyg'urlarni qo'llaydi. Bu qatimqi parlament a'zolari saylimida ya'ni Yaxshi partiyasining 44 parlament a'zosi saylanib parlamentda o'rin egallagan bo'lib, ular yaqindan buyon Uyg'ur masalasini Turkiya parlamentida o'tirib qo'yishdan boshlagan edi. Erhan Ustapandi uzun yillardan buyon uda bir qancha qatim parlament a'zosi bo'lib saylangan bo'lib, izchil holda Uyg'ur masalasini kun tartibga kelib kelmoqda. Yaqında Siyosat jurnalida e'lon qilingan Xitoy nemishqa g'arb dunyosi o'ylagandek uncha kuchlik emas nomli maqolada Shi Jinpingning iqtisodiy siyosatlarining g'arb korxonalarini qoyil qila olmayotganligi hamda g'arb siyosatchilarini baldiroq ho'shin tepishga undayotganligi tahlil qilingan. Bu maqolada berilgan uchurlar qaraganda Xitoy Yevropa savdo jamiyatiga a'zo 1700 korxona va shirkat ichida Yevropa shirkatlari ko'p sonliqni tashkil qildi ekan. Tekshirish davomida ularning ichidagi 570 shirkatning Xitoyga bo'lgan ishonchisining tuvallab ketganligi ma'lum bo'ldi. Bir qism g'arb shirkatlari boshqa davlatlarga qiziqqan. 11% korxona Xitoydan ayrilishni o'ylashgan. Yana 11% korxona Xitoydan ayrilishni qaror qilgan. Maqolda ko'rsatilishicha, Covid'dan keyin Xitoyning umum ishlab chiqarish qiymatining tuvallishi, uy mulk bozorining kasatlashishi, yoshlarning ishsizlik nisbatining 50% ketganligi, Alibabaga o'xshash xususiy korxonalarning besimga uchrashi, chet elning va Xitoyning nurg'un shirkatlarining Shi Jinpingning so'lchil, ahmoqona, bema'ni siyosatlardan norozi bo'lishi va hukumatga ishonmasligi va ba'zilarining chet elga mablag' yo'tkashga boshlaganligi, Xitoydagi ishga ehtiyojning tuvallab bozorning sovib qilishi, ya'ni Xitoy iste'molchilarining Covid mezgilidan burunqidek pul xarjlamasligi Xitoyning iqtisodini taxim cho'ng krizisga yuzlandirmoqda ekan. Agar bu krizislar ig'irlashsa, Xitoyning g'arb ellari o'ylagandek kuchli davlat bo'la olishi mumkin emas ekan. Siyosat jurnalida e'lon qilingan bu maqolada aytilishicha, Xitoy iqtisodining har yil 10% dan oshadigan davrining qaytib kelishi tas ekan. Hozirgidek 5 yoki 5.5% lik eshishi Xitoyning hargiz burunqi yo'l bilan taraqqiy qila olmaydiganligini ko'rsatadi ekan. Hozir Amerikadan boshlab Yevropagacha rahbarlarning hammasi Xitoy iqtisodining xaroblashishidan keladigan xatarni qanday tugatishni muhokama qilishga boshlagan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Xitoyning kelgusi iqtisodini ansirashga boshlagan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoyning Ukraina masalasidagi maydonni tanqidlagan. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni Xitoyning bir balvoq bir yo'l planidan chekinmoqchi bo'lgan. Mana bular Xitoyning davomli yuksalish va dunyoga kengayish tushining osonlikcha amalga oshmaydiganligini ko'rsatgan. Hamda Shi Jinping tutgan yo'lning Xitoyni hamon zavolliq elib mangdiganligidan bishorat bergan. Amerikadagi Xitoy turi nomli xabarlar to'g'rida Xitoy hukumati tomonidan pasport tortilganlikdan Amerikadagi ayoli va qiz bilan jam bo'la olmayotgan Abdulhamid Abdulaziz haqida bir parcha cho'ng maqola e'lon qilindi. Maqolada Abdulhamid Abdulaziz Xitoyda hech qanday jinoyat bilan ayblangan turqliq sababsiz yerga pasport tortilganlig'a Amerikaning Virginia shtatida turishliq ayoli Adolat Sobit va qizi Erdinay bilan jam bo'la olmayotganligi. Uning 2017 yili oktyabrda tug'ilgan qizni bir qitimmi o'z ko'zi bilan ko'rib boqmaganligi tafsili va ta'sirli holda bayon qilingan. Maqolada buning yolg'iz Adolat Sobit oilasiga xos voqea emasligi eskartilib mundoq deyilgan. Uyg'ur oilalarining parchalanishi odatdan tashqari voqea emas. Beyjingning o'z chegaralaridan halqib,
Uyghur diasporası orasidagi noroziligini bo'g'ish urinishi İstanbuldan tortib Tokio va Washingtongacha tarqalgan Uyg'urlarning turmushiga buzg'unchilik soldi. Maqolda yana Amerikadagi erkinlik sariyi qatorliq kishilik huquq organlarining Uyg'urlar haqidagi doklati naql keltirilgan asosda Xitoy hukumatining chet ellarga qochib panohlangan, yurtiga qaytishni yoki Xitoy uchun josuslik qilishni rad qilgan Uyg'urlardan o'chilish uchun har qanday vositani ishga solayotganligi, ularni oila tavobatlari orqali jazolantirish eng ko'p qo'llanilgan usullardan biri ekanligi bayon qilingan. Onun yana 2017 yildan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlari bilan tang Uyg'urlarning tili, dini va milliy kimligi duch kelayotgan ig'ir xirismi tilga ilingan. Xitoy turi Xitoyga munosabatli xabar, uchur va savdo mulozimati bilan ta'minlaydigan tor supisi bo'lib, Uyg'urlar haqida yozilgan mazkur maqola Xitoyning savdo, texnika, siyosat, madaniyat va jamiyatga munosabatli xabarlarga qiziqadigan o'qirmanlarni Uyg'urlarning vaziyati bilan texmi cho'nqur tonish fursatiga ega qildi ekan. Hürmetli körmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.